Yuqorqi leksimizning davomi. Bu kitob nashr qilingandan keyin Amerikada nurg'unlagan jungoga qattiq qo'l muomala qilguvchilarning olqishlashiga erishdi. Davlat Majlisi nopozliq Arbob Rora Bakir bu kitob to'g'risida ta'sirat yozdi. Navarro yana o'xshash mavzuliq hujjatlik filmga rejissyorlik qildi. Garchi film hujjatlik kitobdagi iboralarni ko'p ishlatgan bo'lsa-mu, lekin filmning ta'siri asli kitobning ta'siridan zo'r bo'ldi. Filmga obzor yozuvchi ba'zi obzorchilar tadqiq qilishga arziydi deyishdi. Ajal elib kelguchi jungo degan mavzuga qarabla kishi cho'chiydi. Sen hayotingni do'tkib munosabat qiladigan qandoq davlat o? Ajal elib kelguchi jungo degan mavzuliq kitobga qarabla kishi cho'chiydi. Sen hayotingni do'tkib munosabat qiladigan qandoq davlat o? Kitobni to'liq o'qib chiqsang, yozuvchining jungoning ahvolini to'liq tushunadigan kishi ekanligini bilib olasan. Nihoyat keng taraflardan bayon qilganligini, ko'rsatilgan misollarning haqiqatan mavjudligini, hech qanday mubolag'a qilmaganligini ko'rib olaysan. Masalan, kitobda jungoda qorniyat bilan ishlangan mahsulotlarning jungo xalqini va Amerika xalqini qandoq zaharlaydiganligini, masalan, zaharlik süt porishiga azgal meyi, plastik guruch, Amerikaga eksport qilgan zaharlik taxtay, zaharlik pol taxtaylari, balalarga ishlangan zaharlik o'yinchiqlar ne bir-birlab misol keltirgan. Amerikaning meditsina dori do'konlari jungoda yasalgan saxta dorilar bilan to'shib ketgan. Jungodan import qilingan suv mahsulotlari Amerika bozorlarini to'ldirgan. Bilik va rak biliqlarning hammasi zaharlik ximiyalik dorilar bilan beqilgan. Jungoning dori darmaklari ekologiyani buzishga munosabatlik tarkiblar bilan tarkiblangan. Abdurning qalamasida zahar bo'lmasa jungo bo'lmaydi. Men o'tganda vatandoshlar leksiya so'zlagan nim degan Navarro'ni Xitoy tiliga tarjima qilingan bu kitob. Navarro apandining bu kitobining asosliq mazmuni, ey amerikalik, sen ko'tarib kelayotgan tahsidagi tamoq o tamoq emas, jungodan kelgan zahar degandan iborat degandan mana bu yerda chiqdi. Abdurning qalamasida zahar bo'lmasa jungo bo'lmaydi. Kishini titrak basudi degan gapdan kishini titrak basudi. Bu kitobda bayon qilingan bu faktlarni jungo o'zimi e'tirof qilishga majbur bo'ladi. Undaqda nemishqa faqat ajal elib kelguchi jungo mavzuli bu kitobni bozordan topqilib bo'lmaydi. Ajal elib kelguchi jungoga asoslanib ishlangan kino topqilib bo'lmaydi. To'xtab turing, kechiringlar, ketib qopti mana. Ajal elib kelguchi jungo mavzuli kitob 5 qismga bo'lingan. Birinchi qism jungoda qorniyat bilan ishlangan mahsulotlar masalasi. Üçüncü qism bo'lsa jungoning harbiy kuchini kengaytirishi va josuslik faoliyatlarining Amerikaga tahdid elib kelishi. To'rtinchi qismda jungoning siyosiy tuzumi tanqid qilingan. Kitobning eng asosli qismi ikkinchi qism. Xizmat fursati budjet qilg'uchi, ya'ni fursatni budjet qilg'uchi qurol. Dal bu qism Amerika jungo savdosidagi bayon bo'lib, dal mushu qism bu kitobni yana boshqa Amerika jungo munosabati to'g'risida yozilgan to'xtalgan kitoblardan farqlantirgan. Prezident Trumpning jungo savdosini tanqid qilishga qurol bilan ta'minlagan. Ko'z qarashlarning aniq bo'lishi, so'z iboralarining mujmallikdan xoli bo'lishi Peter Navarro uslubining alayligidir. Navarro kitobida jungoning savdo tijorat qiliqlarini bekitib, savdo ishiga e'tibor berish va qo'g'dinish deb ko'rsatgan. Jungoning savdo sohasidagi harakat qiliqlari savdoga e'tibor berish va savdo sohasida qo'g'dinish deb ko'rsatgan. Hamda buningdan foydalanib jungo Amerikada xizmat fursatini yo'qotishning dogma quroliga aylantirganligini ko'rsatgan. Birinchi, qonunsiz eksport qilingan
tuar mallarga qo'shimcha haq berish turi. Ikkinchi, pulning qimmatini ustilik bilan kontrol qilish. Uchinchi, tahlid qilish, o'g'irlab ko'chirish, o'g'irlash. To'rtinchi, Jungo Kompartiyasi bir necha koychan pul va sarmoya uchun ustunlik egallash g'arizida ekologik muhitga zo'r ko'lamda buzg'unchilik qilish. 5. Tuvan o'lchamlik emgak kuchi sog'lomlik prinsipi xalqaro doirdan tuvan bexatarlik o'lchimi zo'r ko'pchilik ishchilarni jismoniy mayiblikka va har xil rak kasallariga giribtor qilish.